Hozir gaplarimdan keyin Real muxlislari xafa bo'lishi mumkin, lekin sizlar bu yil katta ehtimol bilan tuvak ham yuta olmaysizlar. Do'st achitib gapiradi. Benfica bilan bu o'yinni ko'rdinglar. Yaqqol parokandalik. Rodrigo intizomsizlik sababli qizil kartochka olyapti. Yo'q joydan. Ular almashtirilayotganiga norozi. Oxirgi daqiqalarda Mourinho hatto darvozabonni ham hujumga chaqiryapti. O'sha vaziyatdagi katta ehtimol o'yin tugaydi. 8 ta potensial hujumchiga 4 ta himoyachi. Bu tomonda esa Vinicius bilan Mbappe shunchaki pista chaqib o'tiribdi. Qanday bunda yutish mumkin? Yana Mbappe o'yindan keyin nima deyapti? Ayrim futbolchi yaxshi harakat qilmayapti. Xuddi u ikkita golni o'zi urgandi. Unga tashlab berishadi-ku. Bitta narsani bilishimiz kerak. Ronaldo ham shunaqa egosi kuchli futbolchi edi, lekin u kiyinish xonasida bunaqa tutmasdi o'zini. Jamoadoshlarini hurmat qilardi. Peresni ham eng katta qilgan xatosi deb o'ylayman, mana shu Mbappega juda ham katta vakolat berilgan. O Bellinghamni aytmasa ham bo'ladi. Bu ikkalasi katta ehtimol bilan Xabi Alonsoni tagiga suv quyib yuborishdi. Jamoadan futbolchi hech qachon ustun bo'lish kerak emas. Hatto Messi yoki Ronaldo bo'lishidan qat'iy nazar. Bu shaxsiy fikrlarim. Shaxsiy fikrlaringizni hurmat bildirgan holatda yozib qolishingizni so'rayman.